Mana bugundan boshlab an'anaviy xonandalik bo'yicha o'quvchilarning imtihon topshirishi bo'lyapti. Ikkinchi chorak yakuni bo'yicha ustozlarning barchasiga sabr, kuch-quvvat tilayman, o'quvchilarimizga omad tilayman. Hamma o'quvchilarga omad tilayman. Mutaxassislik fanida va barcha fanlarda hamma o'quvchilarimizga omad tilayman. Hammaga omad tilaymiz imtihonda. Bugun men imtihonni a'lo baholarga topshirdim. Buning uchun ustozimga rahmat deb qolaman. Imtihonlar juda ham chiroyli bo'lyapti. Barchaga omad. Qaysi qo'shiqlarga mos usul nomi aytib beringiz. Mana qo'shiqlarda o'lchovlar necha ekan? O'lchovlar tur.